Ermeniya Azerbaycan hücum qilish va parakandichilik selishni davomlashtirayotgan oldingi septiki ansiz kutish davomlashmoqda. Mush haftaning beshida to'qinishlar qaytadan boshlanib ketgan chegaradagi Tovuz rayonida va Armeniyaning ishg'oliyati ostidagi rayonlarda shiddatli to'qinishlar yuz bermagan bo'lsa-mu, Armeniya qismlari o'q chiqarish orqali parakandichilik selishni davomlashtirmoqda. Azerbaycan Davlat Mudofaa Ministerligining bayonotida Armeniya armiyasi yaqinqi 24 soat ichida avtomat va margan qurollarni ishlatib, o'q chiqarish orqali 69 qatam urush to'xtatishga xiloflik qilgan. Armiyaning jang qilish kuchini saqlab qolish uchun har kunidagidek manevr elib berayotgan Azerbaycan armiyasi yangi hujum va ig'vogarchiliklarning oldini olish uchun hushyor holatda turmoqda. Armeniya armiyasi 12-iyul Tovuz rayonidagi Azerbaycan qismlariga zambaraklarni ishlatib hujum qilishga uringan bo'lsa-mu, Azerbaycan armiyasi qaytarma hujumidan keyin talofatga uchrab chekingan. To'qinishda Azerbaycan armiyasidan bir general mayor bilan 12 askar shahid bo'lgan. 21-sentabrda o'xshash rayonda to'qinishlar qaytadan avj olgan. Azerbaycan armiyasining bir askari shahid bo'lgan, bir askari yaralangan. Azerbaycan armiyasi razvedka qilayotgan Armeniya ushqisiz apparatini etib tushirgan.